Minecraft lekin daraja oshgan sari bizani jonimiz ko'payib boradi. Yaxshilab tushunishingiz uchun bu mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Lekin men buni chetlasiz vyjivaniya davomida qilishim kerak bo'ladi. Endi videoni boshladim. Biz ajoyib joyda spawn bo'lamiz, chunki bu joyda daraxtlar ko'p, ya'ni vyjivaniya osonroq bo'ladi agar daraxtlar ko'p bo'ladigan bo'lsa. Va darajani qatdan ko'paytirasan desanglar, Minecraftda bilasizlar, juda ham ko'p moblar mavjud. O'sha moblarni agar o'ldirsam, menga ko'proq daraja tushadi va daraja orqali men jonni yana ham ko'paytirishim mumkin bo'ladi. Va obunachilar, men o'zimga yetarlicha yog'och yig'ib oldim. Endi hozircha yetarli. Men endi o'zimga kerakli instrumentlarni yasashni boshladim. Va agar instrumentlarni yasash bo'lganimdan keyin shaxtada agar ko'mir topadigan bo'lsam yana ham zo'r bo'lardi, chunki ko'mir yordamida bilasizlar nimani ko'paytirishimiz osonroq. Va men endi birinchi darajani olishim kerak. Nimagadir sigir menga daraja bermadi, tushunmadim. Nimagadir sigir menga daraja bermadi. Yuki pastga tushib ketgan. Do'stlar, bizda birinchi yarim darajamiz bor do'stlar. Va endi men turgan tovuqni o'ldiraman. Bizda menimcha vyjivaniya davomida ovqatdan muammo bo'lmasa kerak, chunki men juda ham ko'p moblarni o'ldirishim mumkin vyjivaniya davomida. Biz bu vyjivaniyada moblar qoldirib bo'lamiz va do'stlar, bizda bitta darajaga ozgina qoldi va bizda bitta darajada mana bu yarimta jonimiz to'ldirishimiz mumkin bo'ladi. Va do'stlar, bizda bitta jon to'ldi do'stlar va nihoyat endi men shaxtaga tushishim uchun kamida menimcha 4 ta jon bo'lishi kerak yoki 3 ta va xullas agar shaxtaga tushadigan bo'lsam meni zombi o'ldirib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun menga ko'proq jon kerak bo'ladi. O'shaning uchun yana ozgina jon yig'ib olaman. Menga ko'proq daraxt kerak, o'shaning uchun yana daraxt yig'ishni boshladim. Umuman bu vyjivaniya davomida bizga ko'proq daraxt kerak bo'ladi. Men yana o'rin yig'ishni boshladim. Menga o'rin uchun ko'proq mob kerak bo'ladi. O'shaning uchun men iloji boricha yo'limdan chiqqan ko'proq moblarni o'ldirishga harakat qilaman. Va men endi 2 ta jon qilishim mumkin bo'ladi. Va men shu mob o'ldirib olsam bo'ldi. Tapurim minus bo'ldi. Mayli, kirka bilan o'ldirib turaman. Va menda bu deyarli 1,5 o'rin bo'ldi. Ozgina qoldi 2 ta jon bo'lishiga va men yana tezroq mob turishim kerak. Va ko'rishingiz mumkin obunachilar, men 2 ta jon qildim va endi men 3 ta jonni yig'ishga harakat qilaman. 2 ta jonni yig'ishimiz uchun bizga ko'proq mob kerak bo'ladi va menda sigir bor va men sigir o'ldirish orqali 2 ta o'rin olishim mumkin. Men do'stlar, boyga yig'gan yog'ochlarimni sekin taxtaga aylantirib olaman, chunki o'sha shaxta qazish paytimiz kelyapti va versak qo'yib yana boshqatdan kirka va tapur yasamoqchiman. Men kirka va tapurimni yo'qotdim, sabab ko'rdinglar, moblarni o'ldirish uchun hammasi ketib qoldi va endi men yana moblarni o'ldirishda davom etsam bo'ladi. Va menda 2,5 ta o'rin bor. Deganimda bu yoqda qanaqadir portal paydo bo'ldi va men olmadim kelib bitta o'rin yopib oldim. Va 3 ta tillani bo'lagi. Va endi vyjivaniya qilishda davom etaman, chunki hozir menga yetmaydi. Menga hozir shaxta kerak, shaxta tezroq olishim kerak. Iloji boricha shaxtani atrofini bekitib chiqaman, haligi zombi-pombilar hujum qilmasligi uchun. Va menga mana mashina sekin shaxta qazsam ham bo'ladi. Va endi shaxtani bekitib qo'ysam ham bo'ladi, zombi-pombi va boshqa narsalar kirmasligi uchun. Endi shaxta kovlash osonroq bo'ladi. Boya aytganimdek, boyga chopgan daraxtlarim menga foyda beryapti, chunki agar men haligi instrumentlarni kuchaytiradigan bo'lsam, menga ko'proq yog'och kerak bo'ladi. Cho'p yasash uchun, o'shaning uchun menimcha ko'proq foyda beradi deb o'ylayman. Va men o'zimga pechka yasab oldim. Endi bu pechkada men pishirib olmoqchiman haligi go'shtlarni, chunki agar go'shtlarni pishiradigan bo'lsam, agar bilsanglar, pechkadan ham menga o'rin bo'ladi.
Men instrumentlarni yasashni boshladim. Birinchi topor, endi menga kirga kerak bo'ladi va menimcha bular hozircha yetadi. Men pechkaga go'shtlarni qo'yib oldim, endi yana shaxtni kovlashni boshlayman. Men endi mol go'shtini pechkaga qo'yib oldim. Steykka aylangandan keyin har bitta aylangan steyk menga o'rin berish kerak agar pechkani ochadigan bo'lsam. Va men endi yana stolni yig'moqchiman. Va men mol go'shtini yarmini pishirib oldim. Endi men pechkaga taxta qo'yib qo'yaman. Chunki menga agar yana nima bo'lsa, o'rin berib turaveradi. Mana qo'ydim. Menda даже уже deyarli 3 ta jon bo'ladi. Chunki уже 3 ta o'rinni yig'ib qo'ydim. Agar unisi o'rin bermadi. Do'stlar, menda deyarli 3 ta o'rin bo'ldi. Deyarli emas, уже 3 ta o'rin bo'ldi desam bo'ladi. Va menda ko'rasizlar do'stlar, menga har bitta pishgan steykka o'rin berishni boshladi. Mana ko'rishinglar mumkin, o'sha o'rin beryapti. Menimcha meni shaxtada qiladigan ishim qolmadi. Shunga men o'sha tashqariga chiqsam ham bo'ladi deb o'ylayapman. Chunki ko'rdinglar, o'sha ertalab ham bo'ldi va bizda kechqurun tugadi yaxshi ham. Biz qani o'rin yig'ishni boshlasin. Creeper. Sal qoldi. Hozir o'ladigan bo'lsam shuni jonim ketib qolardi va yana men vijvanani boshdan boshlardim. Yaxshi ham o'lmadim. Mana tug'moqmi yo mobmi demoqchi edim. Adashib ketdim. Pastda chuqur bor ekan. Men yana mob topishim kerak ko'proq o'rin yig'ishim uchun. Mana cho'chqa bor ekan. Qani cho'chqa bu yoqqa ketchi. Cho'chqa. Davay. Mana dachi o'rinni yarmini berdi. O'rinchilar deyarli men 3,5 dan ortiq nimani yig'ib oldim. O'rinni yig'ib oldim. Agar 4 ta jon bo'ladigan bo'lsa, menda deyarli osonroq bo'ladi. Vijvaniya qilish va meni molda o'ldirib oldim. Nimagadir o'rin bermadi. Nimagadir kam o'rin beryapti. Ozgina qoldi. 4 ta jon bo'lishiga ko'proq nima topishim kerak, mob topishim kerak. Agar ko'proq mob topadigan bo'lsam, menda ko'proq jon bo'ladi. Vijvaniya ham qanaqadir qiyinlashib qolgan. Nimagadir boshida agar sezgan bo'lsanglar, o'rinni ko'proq beryotgandi, nimagadir endi kamayib qoldi. Va nihoyat men 4 ta darajaga ega bo'ldim va 4 ta daraja bilan endi menda 4 ta jon qo'shildi. Men ko'mir topish uchun shaxta qidiryapman do'stlar. Nimagadir shaxta chiqishi ham qiyinlashib qolgan. Agar men ko'mir topadigan bo'lsam, o'rin yig'ishim yana ham osonlashardi. Lekin nimagadir ko'mir chiqmayapti. Endi hech qo'laman, hajaba nimani o'ldirib olsam, cho'chqani o'ldirib olsam, menga ko'proq nima berardi? O'rin berardi, ya'ni daraja berardi. Uzr so'rayman sizlardan, orada ruscha gapiryapman. Lekin mana shevam shunaqa ruscha o'zbekcha aralashib bo'lib qolgan. Menimda qo'y bor ekan, mana shu qo'yni o'ldiramiz. Qancha bu o'rin berar ekan menga, ya'ni daraja beradi. Qani? Menda 4,5 o'rin bo'lishiga ozgina qoldi. O'rtasiga keladigan bo'lsa, o'sha yarim bo'ladi. Va men 5 ta o'rinni yig'ishga uspet qilaman, ulguraman. Men hali ham 4 ta o'rinda yuribman, chunki ko'ryapsizlar, juda ham o'rin yig'ish qiyin va menga shu paytda zombi hujum qilib qoldi. Mayli, zombini o'ldirib, balki ko'proq o'rin olishim mumkin. Qani zombini o'ldirib ko'raychi. Mana qulay payt bo'ldi. Va mana zombini o'ldirdim. Menda 3 ta o'rin berdi. Yaxshi 5 ta o'rin deyarli 5 ta o'rin do'stlar. Endi sekin pastga tushib olib, men blok qo'yib olib tepaga chiqishim kerak. Yo'q, bekor pastga tushdim. Pastga tushishimdan maqsad hajaba blok qo'yib teparoqga chiqib olish edi. Lekin bekor o'ylayman.
qurish chunki man ko'rasizlar o'rgimchak yotdi, tepaga chiqib ko'rishim kerak. Qani tepaga. Yo'q. Obunachilar, sizlardan kanalimga obuna bo'lib qo'yib, maksimalniy layk bosishinglarni so'rab qolardim. Agar bizda 2000 ta obunachi bo'ladigan bo'lsa, men bu challenjdan yana bir marta o'tishga harakat qilib ko'raman.